Yashnobod rayonimizda 08 sotuvga tushgan 3 ta xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Yangi g'ishtdan qurilgan, hamma narsalariga mehr berishgan. Xo'p, Xovos mahallasi Ahmad Yassayev masjidini shundoq biqinida joylashgan. Xo'p, joyiga keladigan bo'lsak, mana shu uyimizni ichkarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, kiraverishimiz polniy granit toshlardan qilingan 3 ta xonali plus podvoli pastda. Zal, mehmonxona, to'pli pol hamma xonada qilingan. Kuxnyasi, детский xona, sanuzel. Bu yoqni eshiklarini zakasib qo'yishgan. 3 kunlarda kelib, polniy uстановка qilib kechadi. Hop, spanli xonamiz. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $67,000 startoviy so'rashyapti. Kelishib joyida gaplashsa bo'ladi. Srochniy narxda uyimizni baraka qilib yuborishadi. Shoshilinglar.